Beşara Rossiyada misol uchun ishidan biratlaba. Rossiyada ishidanlar ko'pisi biladi bu mashinani. O'zi misol uchun Chornida bo'lsam, odi o'zini adını polni chiqarib biladi. Boshqa birovni qidirib yurmaydi, o'zini adını rasmiylashtiriladi. Kefil topaman deb yurmaydi. Kimdir o'ylanib yurgan bo'lishi mumkin, ayolima pazar ketaman deb. Tayyor. Zo'r svetidan leasing olaman desangizda, bemalol kelasizlar. Xohlasangiz bu mashinalarimizni ham olsa bo'ladi ekan, leasing asosida. Agarda siz Chornida bo'lsangiz, liboy mashinangiz asosida bo'ladi ekan, albatta Kia avtosaloni bilan. Assalomu alaykum, aziz do'stlar, yurtdoshlar. Biz bugun Kia avtosaloniga keldik. Zo'r yangiliklari bor ekan. Agarda sizga kredit chiqmaydi desa ham banklaringiz do'stlar o'zlarida bor ekan. Hozir to'liq variantini gaplashib, sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz do'stlar, Kia avtosaloni bilasizlar, ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Urganchina Xiyoni ko'pirdan tushgandan bir quruq aylanib kelaverasizlar do'stlar. Xonbozorning yonidan bizani shu Kia avtosalonimiz bor yerda do'stlar. Olish tartiblari, agarda sizning o'zingizning mashinangiz bo'lsa ham, barter xizmatlari bor. Bemalol kelasizlardan barter xizmatlaridan foydalanib ketsangiz bo'ladi. Bilasizlar, har xil turdagi mashinalarimiz bor. Hamyonbop, zo'r biznes klass mashinalarimiz ham bor. Hozir sizlar bilan shuni ichkarida ko'rib, danishib chiqamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, likelarni bosib ko'ringlar do'stlar. Hamma vaqt sizlar uchun foydali, kerakli bo'lgan videolarni ko'rsatib boramiz. Ketdik esa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, saqlasizmi? Harmonga yuribmizlar. Harmoningizda. Hay, rahmat. Bor bo'ling. Keldik, xudo xolasa, sizlarning avtosalonlaringizga zo'r yangiliklar bor dedingiz. Masalan, odamlar qiynalib yuribdi, hozir bankga borib qarasa chiqmaydi kredit. Shularni bir qator danishtirib bersangiz, nechik bo'ladi? Nechik mashinalar olsa bo'ladi undatib bir tushuntirib bersangiz. Xo'p, qarang, aytganingizdek, xabaringiz bor, rasroshkasi bo'ladi. Hozir hamma shu rasroshka olib turibdi. Lekin ayrim gap turgan mijozlarimizda shu avval kredit olib, salbiy kredit tarixi bo'lib qolib, cho'rniga tushib qoladilar. Keyin bank ajratmay qo'yadi. Ularga ishonch yo'q deb chiqib qoladi. Shu narsani hozir yechimi bor. Misol, shuning blodan bo'lsa, cho'rniga chiqarib bo'lmaydi bankdan desalar, bizda foizsiz leasing ko'rinishida shu San'at avtomobillari yoki qolaversa boshqa modellardan bor narsa. Foizsiz o'zini pulni bo'lib to'lash oladilar. Rasroshkadan farqi mashina o'zlarining adına chiqmaydi. Bizning zavodimizda deyishli firma bor. Shularni firmani nomida turadi. Lekin u ham foizsiz bo'ladi. Foizsiz. Eldindan tushun masalan bersa 30% ni beramiz, 40% ni beramiz, 50% ni beramiz. 25% dan boshlanadi. Boshlanish to'lovlari uzoqi shu 3 yil, 4 yildan chiqarsa bo'ladi, to'lovlarni qilib, to'lagan holda to'lovlar, ya'ni bog'liq bo'ladi muddatlari. Xuddi rasroshka deydi, bosh to'lov ham bog'liq bo'ladi muddatlari. Orqayin olsa bo'ladi, ishonchli, hamma o'z gap yo'q. O'zi misol uchun Chornida bo'lsam, o'zini adını polni chiqarib biladi. Boshqa birovni qidirib yurmaydi, o'zini adını rasmiylashtiriladi. Kefil topaman deb yurmaydi. U narsalar kerak keladi, bir dona pasport bilan. Bir dona pasport bilan keladi. Liboy mashina. Xohlagan mashina, xolasa San'at, xolasa boshqa K5, Sportage, Sorento, umuman ahamiyatsiz xohlagan birsini olib biladi. Chornida bo'lsam chiqarib bo'ladi. Zo'r, o'zi hozir ko'pchilik, endi ko'pchilik emas, to'lab yurganlar bor, lekin masalan ayrim sabablarga ko'ra masalan har xil suvchalar bo'lishi mumkin, Chornida bo'lishi mumkin. Oylik to'lov cho'zilgan bo'lsa, shu orqayin bo'lib sizdan kelib olsa bo'ladi. Orqayin bemalol kelib olib biladilar. Zo'r. Xuddi rasroshka deydi, faqat leasing ko'rinishida oladi, lekin u ham foizsiz. Atari o'zini adına emas, firmani balansida bo'ladi mashina. To'lab bo'linchalim. To'lagandan keyin o'zini adına o'tirib oladi. Hech qanday bo'lmas. Firma ishonchli, o'zimizning zavodniki. Zo'r. Ajoyib. Esa bir qaysi modellarni bir aytib o'tamiz. Bu K5 dan bor. K5dan bor u narsalar. Qisqa aytamiz, endi qolgan to'liq ma'lumotlarni kelib olsa bo'ladi. Bu mashinamiz necha so'm, necha pozitsiyasi bor? K5 7 xil pozitsiya hozir sotuvda. O'zi 8 xilisi bor, bir soat 2 minutda, faqat 7si bor hozir sotuvda. 380 milliondan boshlaydi, 543 milliondan. 543 million. 543 milliondan 7 xil pozitsiya bo'ladi sotuvda. Bu hozir 5-pozitsiyasi, 503 million. Ikkilik motorni birinchi pozitsiyasi deb aytsak ham bo'ladi. Xohlagan topsa bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasini ham topsa bo'ladi. Hozir danli moment bizda 1 bilan 2 yo'q, qolgan hammasidan bor. Agar birinchisi yo ikkinchisi kerak desa, undan ham muammo yo'q. Oldirib beramiz xohlagan rangdagisini. Zo'r. Ajoyib. Keyingi modellarimiz bu Sportage. Bu Sportage'ning do restyling varianti. Hozir buni restyling variantlari ham bor. Restyling bor edi, biz uni sotdik, bir bo'sh turmaslik uchun buni kirgizib qo'ydik. Xalosalar bunday varianti bor, xalosalar restyling varianti ham bor. O'zini masalan ko'p kimdir ishini video yoqadi. Sportage mo ishi video yoqadi deganlar uchun. Yana bor. Xalosalar bunday, xalosalar toza restyling variantidan ham. Masalan, hozir momentda kimdir o'ylanib yurgan bo'lishi mumkin, ayolima pazar ketaman deb. Tayyor. Zo'r svetidan chotki, xudo xolasa deb haydab yuradi. Oran tarafimizda K8 bor, bu yoqda Sorento bor. Sorento bor.
Aziz do'stlar, endi bittasi biznes class ham bor, to'g'rimi? Ham yombop mashinalarımızdan ham bor. Eng ko'p sotilib turgan birisi yurt turg'anlaringizdan Kia Sonet modelimiz bor. Buni ham har xil sveti bor. Oq, qora, black edition. Qorasi, endi ko'chada oqi bor, qorasi, mokrisi, metalik sveti, har xil svetidan bor. Tapsa bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q. Hech qanday xohlaganini tapsa bo'ladi. Xohlagan rangidan test drive xizmatlari bor. Albatta, test drive'larimiz ham bor. Xohlagan mashinadan bemalol kelib, ko'rib, haydab ko'rsalar ham bo'ladi. Agar o'zlaridan mashina bo'ladigan bo'lsa, sotiladigan yili ko'na, misol Matiz bo'ladimi, Nexia 1 bo'ladimi, Damas bo'ladimi, umuman ahamiyatsiz. To'g'ri keladilar. Baholab baqqaladilar. Eng og'riqli tochkalardan birisi hozir ko'pchilik mashinani sotsak, yaxshiroqini aytijak bo'lib turibdi, to'g'rimi? Mashina bozoriga boramiz, pul to'laysan, boshqa tasan, sotolmay yursan, masalan. Puldan biroz vaqtdan keyin olasan uni. O'n yillar ham bor. U masalan cho'zilib ketadi, o'n yillari bor. Sizlar aytgansa, trading xizmatlari bor. Shuni o'zida bitadi. Shuni o'zida kilitni olib ketaveradi. Tozani olib ketadi. Organ topshir, tozani olib ketaveradi. Zo'r variant, aziz do'stlar. Variant baribir qilish kerak. Hozir masalan, to'g'ri mashina bozor olib chiqasiz, reklama ettirasiz. Doğru kelasiz, köyünüzde yakadon baha bo'ladigan bo'lsa, qarz kursa ketaverasiz. O'zingizga yakkan modellarning birisi. Keyin bu yoqda bu toza variantlar o'xshaydi. Bu ham restyling bo'lib o'zgardi. Aldi mordalar, oblisovkalar o'zgardi, ichida funksiyalar ko'paydi, diskalar biroz ullaydi, kattalashdi. Kia Carens'da ham mashina, biladan laba, bilmaydiganlar uchun yana bir marta o'tib ketamiz. Oilaviy, semeyniy, 6 o'rindiqli mashina. 4 xil paysada bo'ladi sotuvda. Zo'r. 4 xil pozitsiyasi bor. Ko'rib turamiz, eng oxirgisi 4-pozitsiyasi, full komplektatsiyasi, 1.5 lik turbina motor, 360 kamera, slepoy zona, polosa jurjaniyalar ham qo'shilgan. Avvalgida ularsalar bo'lmasa, bo'ladi bor. Necha so'm? 450. 450 million. Eng oxirgisi 450 fulli. 340 dan boshlaydi. Har qorasi bor, shuning mokrisi bor. Qorasi, mokrisi, oqi, alyumin svet bo'ladi, 5 xil rangda bor. Zo'r. Nalichida topsa bo'ladi. Hozir bizda birinchi bilan 4-inchisi bor. Ikkinchi, uchinchi kerak desa, uni ham oldirib beramiz. Leasing olaman desangizda, bemalol kelasizlar. Xohlasanizlar bu mashinalarimizni ham olsa bo'ladi ekan, leasing asosida. Agarda siz Chornida bo'lsangiz, liboy mashinangiz asosida bo'ladi ekan, albatta Kia avtosaloni bilan. Bu yonimizdan Cerato degan avtomobil. Kia Cerato degan. Bu ham zo'r. Endi bu mashina K5 o'xshaydi, K5dan sal ukasi bor, ukasi. Bu ukasi K5ni, bu ham zo'r mashina. Narxi ham 385 million. Bulardan rasroshga bor. Uzoq 5 yildan chiqarsa bo'ladi. To'lovini qarab, 60% to'lasa, qolgan pulni 5 yil. Xolasa 30% to'lasa 30 oy, 40% bilan 3 yil. Shunga qarab kelib chiqaveradi. To'lov ko'paygan sayin muddat ko'payadi. Kamroq bo'lsa, kamroq muddati, ko'proq bo'lsa, ko'proq muddatda chiqaveradi. Zo'r, aziz do'stlar, qaranglar. Hali ko'chadan uzoqdan ko'rsangizlar, shu K5ni o'zini narsani biladi ekan. Buni ko'proq alishalar Rossiyada misol uchun ishidan biratlar bor. Rossiyada ishidanlar ko'pisi biladi bu mashinani. Ham ixchamli, ham rasxotkam, ham hadolar ham yumshoq, mягкий yuradi. Zo'r ekan. Lyuklari bo'lsa, hamma ishi bo'lsa, bun zo'r. Narxi so'm dedik buni? 385 million. 385 million. Bir xil pozitsiya, necha xil pozitsiyasi? O'zi 3 xil, 4 xil pozitsiyada bo'ladi bular. O'zi asosiy 1.6 motorlar bo'lsa, bu kamroq chiqadigan model, 2 lik motorlasa bu. Bundan hozir уже deyarli qamot desak ham bo'ladi. Уже oz qoldi bu. Soni cheklangan. Soni cheklangan. Shuning desak ham bo'ladi. Sababi уже oz qoldi bu mashinadan. Zo'r. Aziz do'stlar, olaman desangizlar, bemalol Kia avtosalon Xorazmdan topsangizlar bo'ladi. Undan tashqari, do'stlar, eng sifatli deymizmi, nima deymizmi uni, biznes class deymizmi? Ya'ni oilaviy mashinalardan oilaviy mashina hozir yani taniqli blogerlar ham shunday eda beribdi. Abdurahmon Fozilovdan bloger hammadan olsa kerak menimcha. O'zbekiston bo'yicha hozir sayohatga chiqdilar, adashmasam Namanganlar bordilar o'xshaydi. Shu mashina keladi ekan ular. Beram keladi, xudo xolasa. Tezgilada kelish ham kerak xudo xolasa. Qarang do'stlar. Zimyaman oilaviy buni xudo xolasa olib tog'a, to'g'ri chet ellar ham chiqib ketaveradi. Ketsa bo'ladi. Hortmaydi. İşlere keng, 8 adam sig'adi. Bemalol hech kim mishat bermaydi. Bemalol odam olib ketaveradilar. Lyuk desa bir emas 2 lyuki bor. 2 lyuk. Eshiklari elektronli bo'ladi. Yumshoq balon, o'zini baloni hech qanday balonlari yumshoq. O'zi ko'pchiligini ham shunday o'xshaydi, masalan. Hech qachon almashtirish shart emas. Ajoyib. Aziz do'stlar, Kia avtosalonda aytganimizdek, trading xizmatlari bor, test drive xizmatlari bor. Ko'pchilik aziz do'stlar iloji boricha liboy mashinani olacakmizda, masalan, Kia boshqa mashina olacak bo'lsangiz ham haydab ko'rib olgan yaxshidan. Masalan, video zo'r ekan deb haydab ko'rib yoqmasligi mumkin. Test drive xizmatlari bor. Kelasizlar, tortishini ko'rasizlar, o'zini tutishini ko'rasizlar aziz do'stlar. Shuni qarab, bemalol olsangizlar bo'ladi. Plashatkamiz bor. Xohlasanizlar, o'sha o'zini
Ay? Ha, albatta. Xohlancha vedek Aylanib görüb, aytganingiz aksini- to'g'ri gap. Misol mashinalardan keyin kuru ko'rinishi yo bo'lmasam sotuvchini gapini qarab emas, iloji boricha Albatta. o'zi rulga o'tirib shundoq Albatta. hissatib ko'rsa, Hissatib ko'rish unda o'zi kerak. boshqacha. Xuddi giyim oljakda giyib ko'rganingizdek, Albatta, albatta. mashina vedek ko'rgan yaxshi. Mesela xo'shroq bo'lsin, $1000 bo'lsin, yani giyim turibdi, sizga tushami yo'qmi, foydasi yo'q-da uni shuncha pul olganini. Shuning uchun mashinadan tushunding, komfortligi, o'tirganingizda sidinalarni o'zingizni cho'tka etib, masalan, quchoqlab oladi-ku. Albatta. Ana shunday, aziz do'stlar, shuning uchun ko'rasizlar, agarda ana mashinani haydab ko'rib olaman desangizlar, Kia avtosalon ham bor. Eshik ichidan checha, xudo xolasa Soat 9dan 8ga don sho'rdamiz. bemalol 8gacha kelasizlar. Masalan, siz 6dan ishdan chiqasizlar, kelasizlar, xudo xolasa haydab ko'rib olsangiz bo'ladi. Dokument ishlarni уже ertangdan boshlab berib, to'g'ri chiqarib beraverasizlar, to'g'rimi? Agar azonda kelsangizlar, to'g'ri haydab ketaveradilar. Ha, ozonda inchalim erta kelsa shunchalim yaxshi, odam kamroq bo'lsa, ishlar ham tezroq bitadi. Zo'r. Aziz do'stlar, Kia avtosalonda hammangizni kutib qolamiz. Zo'r mashinalarni olib, xudo xolasa olish nasib etsin.